Farani qaranglar, neobычный 10 versiyoni. Bitta rangdan zerikib qolsanglar, RGB kontroller bor, telefondan bemalol o'zgartirsanglar bo'ladi. Xohlagan ranginglar bor, bu yerda rejimlari bor. O'ziga xohlagan o'zingizlar yoqqan rejimni qo'yib olasizlar. Cobalt avtomobilimizda tayyor bo'lgan Azum Red Warrior bilet modulini ustunovka qilganmiz. 3 dyumli 2 teshik lazerli eng mo'shni premium klass biletlardan bittasi. Faramiz matviy qora, bu tarafimizda maskamizda glansiviy, dixo tarafimiz o'zini atrajatini qo'ygan, sababi atrajani berishi uchun. Hop, bilet modulimizda glavnisi mana men maskani obzorini ko'pchilik ko'rgan, Cobaltga menimcha eng ko'pchiligiga yoqadigan dizaynlardan bittasi. Chetga jabra ham qo'yib beramiz, u modelni ham qo'ygan edik. Mashinamiz o'zi midnight chiqqan mashina ekan, diskalari qora, farani ham polni qora qilib yubordik. Fari o'chib turgan holatda ham juda bir chiroyli turibdi. To'g'ridan ko'rinsa, bu payt bitta rang ham qo'yib olsanglar bo'ladi. Misol uchun oqqa qo'yib olsanglar ham bo'ladi. To'g'ridan ko'rinsa, hozir sizlar bilan buni yoritishini ko'ramiz. Red Warriorni qorong'i ko'chada qanaqa yoritishini ta'mzor qilib beramiz. Avtomobilimiz ko'cha olib tushib olganmiz. Yoruv joy har doimgidek dalning holati. Yoruv paytida ko'rasizlar, qanaqa dalning holati. Ближнийimizda motorchilar ishlashi, Cobalt обязательно ko'rsatib o'tamiz. Motorchilar odam o'tirganda pasaytirib qo'yasizlar, bemalol yurib ketsanglar bo'ladi. Birovni ko'ziga tushmaydi, ziyon bermaydi. Mana shu nastroykada misol orqada odam o'tirsa, nastroykamiz ko'zga tushmaydi. Yana dalni yo'lda ko'tarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Faramizda dalning holati. Istoriyada aytib o'tganimdek, mana detonatsiyalar xudo xolasa farada yo'q. Mana motorimiz ishlab turibdi. Kimga shu xizmatga kerak bo'lsa murojaat qilasiz, xudo xolasa ishinglarni garantiya bilan bitkazib beramiz. Ishimizga 1 yil garantiya beramiz, bilet moduliga 2 yil garantiya beramiz Azum firmasiga. Imashdan sifat qabul qilasizlar, xudo xolasa.